Albatta har bir horror o'yindan keyin, ya'ni zombi shunga o'xshagan qo'rqinchli o'yinlardan keyin biroz ruhni yengillatib, ko'ngil ochar biror bir o'yin o'ynab turish kerak. Shu o'yinlardan bittasi yaqinda, hozircha ismini aytmayman, yaqinda o'zbekcha obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Etap-etap. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. O'zbek tilida bo'ladi. Bu yangi o'yin. Xudo xolasa kutib qolamiz, bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.